Bugun obzorimizda Italiya sifati Calpeda nasoslarini obzor qilib beramiz. Bu yerda farqlari bo'ladi. Bundan tashqari narxlarni ham aytamiz albatta. Birinchisi Meta Small degandan boshlaymiz. Small degan so'z o'zi ma'nosi bilasizlar, kichkina degani. Eng katta pluslaridan bittasi bu nasoslarni nержавейка korpusdanligi. Plasmas korpusli nasoslar bor, chistotli nasoslar bilsanglar, mana shu tirqishlariga rakerlarni ulaganda, fumlentalaganda mana shu joylar yorilib ketish ehtimoli bor. Yana eng katta pluslaridan bittasi buni oddiy ustadan tashqari buni uy egasi ham bemalol ula oladi. Ya'ni mana podacha obраткasiga shunday turbani ulab qo'yasizlar bo'ldi. Sababi komplektida mana shu ichida rashbaki bor. O'shani suvga, gidroudarga qarshi chistotning o'sha miyasi bor. Ya'ni ikkita, uchta kranni qo'shganida o'zi avtomatik tarzda bosimni ko'taradi. Ikkita, uchta kran yopilgandan keyin avtomatik tarzda kamayadi. Bundan tashqari bunda havo chiqargichlari bor. Ventilyatorsiz shovqini juda past. Bu qanaqa binolarga qo'yiladi? Oddiy xonadonlarda, misol uchun sizda 3 ta, 4 ta sanuzingiz, undan tashqari oshxona bir payt o'zida ishlagan paytda bu narsa bemalol o'sha joylarga suvlarni yetkazib bera oladi. Buni narxi 650. Albatta ko'kida. Endi buni narxi sal balandroq desanglar, mana yumshoqrog'i ham bor. Bu Calpeda Y204 ani Mersada Y204 deydi-ku, shunaqaga o'xshagan modelida 204. Buni narxi oxirroqda aytaman, albatta buni farqini aytaman. Rashbaki yo'q. Bundan tashqari chistotnigi yo'q, lekin buni suvi parogini belgilab qo'ysa bo'ladi, ya'ni 1,5 bardan 4 bargacha. Bu nima beradi? Ko'chadan kelayotgan baland davleniyaga anu qo'yiladigan suv reduktor qo'yish shart emas. Shu asosda o'zini qo'yasizlar, ishlayveradi. Bu ham o'sha xonadonlarga bemalol 5 kubani yetkazib beradi. 3 ta 4 ta sanuzillar, oshxonalarga bir payt o'zi ishlasa yetkazib beradi. Qo'shimchasiga o'zi odatda suvlar o'sha tashqaridan kelayotgan suvlardan gidroudlar bo'lmasligi uchun eng kichkina rashbak 12 litrli rashbak qo'yib olsanglar juda yaxshi bo'ladi. Narxi buniki bor yo'g'i 400 ko'kida albatta buniki. Shu videoning orasida bitta foydali info berib ketaman. Xohlagan nasoslarni qo'yishingizda albatta devorga kranshtayn qo'yib, tagiga rezina prokladka qo'yib olsanglar, buni o'zini shovqini deyarli yo'q, undan ham battar shovqinni kamaytirgan bo'lasizlar. Endi eng oxirgisi, agar sizlarning xonadoningiz kattaroq bo'lsa yoki suv rasxodi ko'proq bo'lsa, Calpeda Meta degan modelni o'zi bu 8,5 tonna suvni haydab beradi. Kubaturani suvi hisoblash eng oson yo'lni o'rgatib qo'yaman. Bitta umumanlikdagi kranimiz 1 minutda 4-5 litr rasxod qiladi. 5 litr deb olsak 1 soatda 300 litr. Demak bu o'sha 3 ta 4 ta sanuzilli xonadonga, oshxonaga, undan tashqari agar hovlingizda paliv sistemalaringiz, karcherlaringiz bo'lsa, bemalol mashina qo'yasiz. Undan tashqari restoran, kafelarga, gostinitsalarga, masjidlarga ham qo'ysa bo'ladi. Buni chistotnigi bor, ventilyatori bor, ya'ni o'sha qizib ketmasligi, sistemalarning ishlashlari oddiy, kitoblari hammasida o'sha ruscha tekstlari bor. Narxi buniki 800 ko'kida. Ushbu nasoslarimiz yana kattaroq ob'yomga ishlatmoqchi bo'lsanglar, ikkitasini yonma-yon bir-biriga ulab turib, kaskad sifatida ishlatsanglar ham bo'ladi. Bluetooth